3000 alangani olish uchun ruhlar zalidan yordam keldi. Xiaoyan vaziyatdan foydalanib olovni yutib yubormoqchi edi. Mogu ruhlar zalidan 3 ta kuchli oqsoqolni chaqirgan bo'lsa ham, Xiaoyan 3000 olovning paydo bo'lishi g'alati ekanligini aniqladi. Xiaoyan vaziyat bo'lishini kutayotgan edi. Imkon bo'lishi bilan Xiaoyan boshladi. 3000 olov kichanlardan xalos bo'lib qochishni boshladi. Xiaoyan aynan shu vaziyatlarni kutayotgan edi. Tezda 3000 olovni olishni xohlar edi. Xiaoyan yolg'iz bu ishlarni barchasini qila olmas edi. Yaxshiyamki, Huan Tongzi o'z vaqtida yetib keldi. Bu yerdan ruhlar zalining barcha a'zosi quvib chiqarildi. Yulduzli hududdagi notinchlik hammani bu yerdan ketishga majburladi. Xiaoyan 3000 olovning ruhi bilan kurashayotgan edi. Shuning uchun bu yerda qolishga majbur. Xiaoyan tirik qolarmikan? Ushbu anime kanal uchun maxsus tayyorlandi. Xiaoyan, umid qilamanki, siz uchun hammasi yaxshi bo'ladi. Qanday katta kuchlanish. Bu nima bo'ldi? Shidan pagodasi yo'nlanishi. Borib ko'raman. Nihoyat muhr mustahkamlandi. Ichkarida Xiaoyan qanday yurganini bilmaymiz. Prezident, Xiaoyanning do'sti Xiaoyan va boshqalar shu yerda. Ular Xiaoyan topish uchun Dantaga borishni talab qilmoqda. Prezident, Xiaoyanning do'stlari shu yerda. Hurmatli prezident, Dantadagi kuchlanish birdaniga kuchayib ketdi. Xiaoyan hozir sog'mi? Xiaoyan hali ham yulduzlar maydonida. Yulduzli maydon muhrlandi. Chimyolovning portlashi esa ichkarida nima bo'layotganini biz bila olmayapmiz. Nima uchun aynan faqat Xiaoyan chiqmadi? Nega uni qutqarmaysiz? Prezident, bu qizdan hech narsani yashirmasligimiz kerak. Men o'zim Xiaoyanni qutqarish uchun ichkariga kiraman. Impulsiv bo'lmang. Yo'ldan qoching. Yulduzli maydonning holati nihoyatda beqaror. 3000 olovning holati ham noaniq. Siz albatta u bilan mustaqil kurasha olmaysiz. Undan tashqari biz kuch bilan kiradigan bo'lsak, bu faqat Shengen shahrini yo'q qiladi. Men bunchalik nazorat qila olmayman. Opa Xiaoyan, hali ham tashvishlanmang. Men bir narsani sezyapman. Xiaoyandagi muhr va mendagi muhr qandaydir nur tarqatmoqda. Bu uning ahvoli yaxshi ekanligini bildiradi. Ehtimol hozir Xiaoyan uchun 3000 yana yong'in zab yetish muhim daqiqadir. Shoshilib kirsak biz uni bezovta qilamiz. Xavotir olmang. Vaqt kelganda men darhol unga kiraman. Xiaoyanni olib chiqaman. Agar Xiaoyanga biror narsa bo'lsa, men o'zimni nazorat qila olmayman. Men ham yulduzlar maydoniga kiraman. Bunda yashashni va butun umr qo'rqoq bo'lib yashashni tanlaysizmi?
Menga qarshi chiqishga jur'at etma. Keling, qancha chidab tura olishingizni ko'raylik. Bu ajdarho muhrining kuchimi? Qanaqasiga? Sarqiya yo'ni havoning kelib chiqish olovi bo'ladi. Ko'rinishda inson dunyosida. Darhaqiqat, bulut momaqoldiroqlari mening tanamga shoshdarxon muhri tufayli o'tadi. Tanadagi ta'sirlar ham bir vaqtda tuzatiladi. Mening energiyam haqiqatdan ham qisqardi. Yomon odamlar. Chex va men bilan o'limgacha kurash. Energiya deyarli so'rildi. Demak, endi mening navbatim. Jin o'tsin. Yig'ish. Yirtqich hayvon. Jin o'lgir odamcha, keyin birga o'lamiz. Birga o'lamizmi? Siz hozir buni aytishga loyiq emassiz. Faqat bo'ysunish, bu sizning taqdiringiz. Xavotir olmang. Menga ergashsangiz bu o'zga sayyoralar ro'yxatida siz nomingiz sharmanda bo'lmaydi. Agar imkoni bo'lsa, avvalgi xo'jayiningizni topish uchun sizni ajdarho oroliga olib boraman. Bunga rozimisiz?
San Yunhening 9-o'rindagi bargi sariq bo'lishga loyiqdir. Xuddi o'qituvchi aytgandek, bu dunyodagi eng yaxshilardan biri bo'lgan mo'jizaviy mahoratdir. Faqat uch xil olovni birlashtirgan yangi olov. Nega siz 3000 lenxo bo'lmaysiz? Qo'g'irchoq ham ancha kuchliroq. Bu olov dengizi jahldor bo'lgani uchunmi? Shunday ekan, tashqariga chiqishdan oldin undan unumli foydalanishga ruxsat bering. Bu olovga chiqishga ruxsat bermasligimiz kerak, aks holda butun pagodani yo'q qiladi. Xiaoyan hali ham chiqishi mumkinmi? Yulduzli hududda nima bo'ldi? Sizlar zudlik bilan bu minorani tark etishingiz kerak. Xiaoyan haqida nima deyish mumkin? Ziyon, iltimos, kosmik kanalni ochishga ruxsat bering. Men ichkariga kirib Xiaoyanni qutqaraman. Hozir kirsangizlar o'lasizlar. Tezroq ketinglar. Siz o'limni yuboruvchisiz. Men Xiaoyan bilan kirmoqchiman. Xiaoyanni olib chiqamiz. Bunday qiziq narsadan albatta men ham qolmayman. Kech kelganlar sizning o'rningizga tursin. Tezda ketamiz. Anime kanal uchun maxsus o'zbek tiliga o'girildi. Ovoz berishda ishtirok etdi Baronkay. Timing va tarjimon ustasi Sukunaga ham kattakon rahmat.